Chig'atoy ovqat bozoriga kelganlar bormi? Chig'atoy ovqat bozorida bitta xasibchi xolam borlar. Xasiblarni yorib o'rallar. Bolajonim, aniq paytda shoshib qolamiz-da, bolam. Qo'ying o'rgilsin. Jonim meni, asallarim, kelinglar. Ha. 1 kilo bo'lish kerakmi? 1 kilo bo'ladimi, bolam? 1 kilo bo'ladimi? Ha, 1 kilo Bo'ldi. bo'ladi. 1 kilo. 140 ming. Kalla pocham qolmagan. Bolajonim, mana noxatim qolmadi. Bu 50 ming porsi. Hasbim bor, mana kilosi 140 ming, 50 ming porsi. Mana bu sho'rvalari bolam. Mana bitta kachalkalar bor, til bor, pay bor, jigar bor. Mana bu ovqatlar qolmadi, mana shu ovqatlar qoldi. Bolajonim, asallarim. Hasiblarning narxi necha puldan ekan Hasib 50 ming porsi. Kilosi 140 ming, jonim bolam. Kelib qolamada. Gap yo'q. Ovqatlarga. Asalim. Hasibchi nomeradi xola. Asalim. Soat ertalab 5 ta, kechqurungi 12 gacha, jonim Necha bolam. yildan beri hasib qilasizlar xola? Ha? Necha yildan beri hasib qilasizlar? 60 yildan beri. 60 yildan beri mana hasib O'zim qilasizlar. chiqqanimga 60 yil bo'ldi, bolam. Kelib mashg'ulotlardan hasib. Bo'ldimi? Xo'p. O, ana hasib olib ketgan. Mana. Jonim meni, kelinglar. Bolam, men hasiblarni qarang, tomosha qilasiz. Yeb ko'rib olaveringlar, bemalol. Savor, kel. Jonim meni, qalin desangiz qalinni kesib beraman. To'xtang bo'lmasa. To'xtang endi, to'xtang. Qalin ana xafa bo'lib, yana sizni dilingizni siyoq yurmasin. Mana jonim. Zo'r. Jonim meni, xo'p bo'ladi, asalim. Xo'p bo'ladi, oltinim meni. Qanaqasi bo'lsin? Bo'ldi, gap yo'q. Bo'ladimi, asalim? Hasib zo'r. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar zo'r. Mana, bolam. Mashchi o'zi shoshilib qolasiz mana shunaqa paytda, bolam. Kechqurun bo'lsa ham odam ko'p ekan. Kechqurun bo'lsa ham mana odam ko'p, mana shunga keladi odamlar, bolam. Men mana shu bozorga chiqqanimga 60 yil bo'ldi. Bizani ona kunarlar bular. Bularni voy sol urib bolalikdan mana shu vaqtigacha. Hammasi mesnoy go'shtlar. Olib ketasiz. Shot deysiz. Siz shet deysiz, bolajonim, oltinim. Xo'p bo'ladi, xo'p. Shotdasiz. Salatmi? Mana. Baho, salat Sobir.